asabi buzilgan ayol aloqani kamroq xohlaydi. Besunuqa katta bo'lgani, конечно, yoqmaydi erkak kishiga. Bugun qilmaylik, to'ymaysiz, jonga tegdingiz. Qachon to'yasiz? Pauza davri boshlangan bo'lsa yoki menstruatsiya shunaqangi ko'p kelavergandan joniga tegan, qon ketgan, qon kam, shlakabolok bo'lib oshqozonga tushdi, o'tib parchalashga harakat qilyapti, bo'la olmaydi. Maydalanmagan hali. Maydalashim kerak buni deydi. Bu aloqada tezroq chidab bersam, tezroq o'sha urug'ini chiqarsin, 2-3 minut o'zi tez chiqarib beradi. 2-3 minut chiqarib bersa, bo'ldi. Men keyin yotib uxlayman yoki shu ishimni qilaman deb o'ylaysiz kerak. Testosteron gormoni past bo'lishi kerak. Ko'tarilib ketgan bo'lsa, hattoki bu ayol kishida mo'ylovlar chiqishi ham mumkin. Urug'ini chiqartirib yorib, xuddi masturbator apparatga o'xshab, shu bir yordamga borib kelib chiqartirib bersa, bo'ldi, yuvinib ishini qilib yotaveradi. Qaysi pozada ayol kishi ko'proq orgazm oladi? Nayezdniца pozasida. Chunki klitor ko'proq chiqariladi. Bu qinlarni quruqligi degani, bu libidoni pasaydi degani, bu aloqada iskralarni, ko'zlarni yaltirab turib aloqani xohlash degan narsa o'chib qoldi, yo'q degani bu. U o'ziga qaraydi, men uchun qaryapti, menga kerak, sog'lig'i uchun men pul ajratishim kerak degan narsani turtki beradi. Ayolim sinib ketgan, menga yoqmaydi, men yetib bora olmayman, qo'lga aytganda sezmayman, noqulay pozani o'zgartirishga erinaman, chunki juda g'o'dasi katta. Tez temp tushaganda va havo kirib qolib, poza o'zgartirayotgan vaqtda pirilib havo chiqib ketadi. Bu неприятный ayol kishi uchun. Assalomu alaykum azizlar. Men doktor Akbashoh, urolog, andrologman va bugun mavzuyimiz ayollarning organizmiga tegishli bo'lgan mavzu. Bu ayollarda orgazm olishdagi to'siqlar. Umuman orgazm nima uchun kerakligi, orgazm nimadan kelib chiqishi, qanaqa paydo bo'lishi, umuman uni olganda o'zi nima qiladi, o'zi kerakmi organizmga yoki bu narsani kelib chiqishiga ta'sir qiladigan, xalaqit beradigan qanaqadir ruhiy to'siqlar bormi, fiziologik tanadagi o'zgarishlar hisobiga kelib chiqadimi yoki o'shalarni ko'ramiz. Yoki masalan vaznimi, stressimi, qanaqadir hayot tarzidagi er bilan munosabatimi yoki bolalar bilan munosabatimi qaysi biri ta'sir qilishi haqida gaplashamiz va eng asosiysi bu uyat yoki qanaqadir ibo tushunchalari o'rtasidagi orqasida yashirilgan qanaqa tibbiy muammomi, o'sha haqida gaplashamiz. Agar sizda aloqa vaqtida, hurmatli ayollar, bizni tomosha qilayotgan ayollar, agar sizda aloqa vaqtida siz qachon orgazm olishingiz kerakligini tushunmayotgan bo'lsangiz yoki umuman orgazm ololmayotganligingizni his qilayotgan bo'lsangiz yoki qanaqadir o'zingizni aloqa vaqtida erkin his qila olmayotgan bo'lsangiz yoki nima uchun natija olmayapman deyotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bu videoni sizga o'xshagan yoki sizdagi muammoga o'xshagan insonlarda bor bo'lgan insonlarga yetib borish uchun va shunga o'xshagan mavzularni, qiziq mavzularni o'tkazib bormaslik uchun podpisatsiya qiling kanalga va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda sizga bu уведомление bo'lib keladi. Buni aytmasam bo'lmaydi. Xo'p, demak, boshlaymiz va bugungi nozik mavzu ayollarni ichida qolib ketadigan, ayollarning muammosini faqat eri varchga aytishi mumkin bo'lgan mavzuni, bu sizni salomatligingizga ta'sir qiladigan, hayot sifatingizga, jinsiy hayotingizga, hayot sifatingizga ta'sir qiladigan eng muhim mavzu, ya'ni orgazmga erishishdagi muammolar, to'siqlar, o'shalarni ko'ramiz. Fiziologiyasini va ruhiyatga bog'liq tomonini ko'ramiz. Demak, orgazm nima va u nima uchun kerak, nima uchun muhimligini hozir ko'rib chiqamiz. Eng birinchi o'rinda orgazm bu shunchaki tanada kechayotgan qanaqadir bir qisqa vaqt davom etadigan holat emas. Bu yuzaga kelishi uchun bir nechta narsalar ishlash kerak. Ruhiyat, tana, gormonal fon, jinsiy a'zolar, munosabat, uyqu, hammasi, hattoki tanani o'zida o'sha a'zoga boradigan qon tomirlardagi qonlanishni yaxshilash, asab tizimi. Eng birinchi o'rinda asab tizimini yaxshi bo'lishi ham turadi. Chunki tasavvur qiling, asabi buzilgan ayol aloqani kamroq xohlaydi. Asab buzilgan ayol aloqadan qochishga, bahona qidirishga, boshim og'riyapti, xohlamayman, bugun qilmaylik, to'ymaysiz, jonga tegdingiz, qachon to'yasiz degan narsalar, bahonalar bilan qochishga harakat qiladi aloqadan. Chunki biladi, aloqada bu maza qila olmaydi. U rohatlana olmaydi. Ikkinchisi, asabi yaxshi, asabi buzilmagan, kayfiyati yaxshi bo'lgan ayol, lekin a'zolarda qonlash buzilishi bor deylik, yosh o'tishi bilan yoki gormonal fon buzilgan, menstruatsiya to'xtab qolgan, menopauza davri boshlangan bo'lsa yoki menstruatsiya shunaqangi ko'p kelavergandan joniga tegan, qon ketgan, qon kam, gemoglobin kam,
tanada reaksiyalarni ketishi, iskralarni ketishi, muhabbat iskralarini ketishi uchun gormonal fon ham buzilib bo'lgan ayol kishida asabi yaxshi, lekin gormonal foni buzilib, erkaklik gormoni ko'payib ketib qolgani hisobiga ularda agressiya kuchayganligi uchun aloqani xohlaydi, asabi tinch, lekin orgazm ola olmaydi. Chunki gormonal fonda ayol kishida orgazm olish uchun estrogen degan gormonlar, prolaktin degan gormonlar muvozanatda bo'lishi kerak, testosteron gormoni past bo'lishi kerak. Ko'tarilib ketgan bo'lsa, hattoki bu ayol kishida mo'ylovlar chiqishi ham mumkin. Ovozlar do'rillashi, erkak shoda bo'lib qolib, jahl ko'radigan, plastichniy qolib qoladi. Grubiy harakatlar, ya'ni qo'pol harakatlar qila boshlaydi. Va bu narsa shu birinchi o'rinda turgan shu orgazmni yuzaga kelishi uchun, ya'ni asab tizimi, gormonal fondini qo'llanishi, psixologik holat ham birinchi o'rinda turishi kerak deb o'ylayman. Chunki psixologik holati, ya'ni bu qandaydir muammosi, nimadir uy ish bitmaganligi, o'sha oynalar yuvilmaganligi, tasavvur qiling, oyna yuvilmaganda siz aloqa qilishingiz kerak. Yoki idishlar yuvilmaganligi, oshxona kirligi, plysos qilinmaganligi, kirlar yuvilmaganligi, vannani kirligi, xayolda aylanib yurgan ayol kishi ruhiyatida shunaqangi stressda turadiki, bu aloqada tezroq chidab bersam, tezroq o'sha urug'ini chiqarsin, 2-3 minut o'zi tez chiqarib beradi. 2-3 minut chiqarib bersin, bo'ldi. Men keyin yotib uxlayman yoki shu ishimni qilaman deb o'ylaysiz. Ayol kishining xayolida shu narsa turadi. Ruhiyat aloqa vaqtida faqat aloqa haqida o'ylashingiz kerak. Lekin bizning ayollarimizda, ko'p ayollarda bu teskarisi bo'ladi. Aloqa vaqtida uxlayotgan bolasi, emizilmagan bolasi, ayoqda uyg'onib ketishi mumkin bo'lgan bolasi, qo'shnilarning bolasini yugurganligi tepasida yoki podyezda kimdir o'tib ketayotganligi taqir-tuqur qilib, yoki qo'shnixonada qaynota yoki qaynonasini hojatga chiqqani yoki uxlamasdan gaplashayotgani, shovqini, hammasi miyasida aylanib yurganda ruhiyatda nagruzka, ya'ni zo'riqqan holda aloqani tezroq tugasin, o'tib ketib qolsin degan kayfiyatda aloqa qiladi. Shuning uchun ruhiyat yaxshi bo'lmasligi sababida bu yoqda orgazm maza qila boshlaydi. Tezroq tashab chiqarib yuborsam, ayolim shoshotgan haqida shoshotdi shekilli deydi. Ayol kishi maza qilmaydi va bu xuddi qo'lingizdagi ko'pikni ketqizish uchun tezroq suvni yuvib, tezroq tugatgandek suv yuvishi amalga oshgandek jarayon bo'lib qoladi. Va shuni hisobiga ko'p ayollar buni oddiy holat, bu o'tib ketadi. Endi hammaning oilasida bo'lsa kerak bu narsa. Bu ko'p ahamiyatga ega emas-ku. Mayli endi o'zi orgazm deysiz, uni ko'proq erkak kishi olish kerak emasmi? O'sha tashaganda maza qiladi, biz tashamaymiz-ku, biz maza qilishimiz shart emas degan tushunchada qolib ketadi ularning jinsiy hayoti. Bu narsaga oylar, yillar qo'shiladi va ko'p yillar bu o'rgandan tanada gormonal fonlar buzilgandan vazn ortishi, kerak vaqtda keyin hozir mana yosharyapti, menstruatsiyani to'xtab qolishi, yosh holda menstruatsiya to'xtab qolyapti, ayollik gormoni estrogen ishlab chiqarilishi to'xtab qoldi degani, menstruatsiya to'xtadi degani, bu qinlarni quruqligi degani, bu libidani pasaydi degani, bu aloqada iskralarni, ko'zlarni yaltirab turib aloqani xohlash degan narsa o'chib qoldi, yo'q degani bu. Bu yaxshi emas. Bu narsa qachon ketishi mumkin, norma hisoblanadi. Qachonki urush bo'layotgan bo'lsa, tegida urush portlashlar bo'layotgan bo'lsa, Ikkinchi jahon urushidagi vaqtda ayollarning menstruatsiyasi, yosh ayollarning menstruatsiyasi to'xtab qolgan, menopauza boshlanib qolgan. Chunki tepasida bombardimon bo'layotgan bo'lsa, oldidagi yerini otib tashlagan bo'lsa, bu yerda portlab yaqin insonni nobud qilgan bo'lsa, bu urush albatta u menstruatsiya buzilib qoladi. Xuddi shu holat hozir ayollarda bo'lmoqda. Bu oiladagi bo'layotgan muammolar, er-xotin munosabatidan tortib, xotin kishini bola bilan munosabati, bolani tarbiyasi, bolani yeyish-ichishi, uy ishlari, erini, qarindoshlari bilan munosabatda ayol kishi diqqat bo'lib o'rtada qolib ketgan va shuni hisobiga ruhiyat buzilib, nidargazmi deydi-ku, hozir menga hozir 10-darajada turibdi deganda deyapti. Boshqa narsalar birinchi o'rinda, o'sha idish yuvilmaganligi, yuvish, kirlar, gilamni kirligi, pardalarning kirligi, yuvilmagan oyna, mana shular birinchi o'rinda turadi. Orgazm bu eng 10-o'rinda, nidargazmi. Lish bir shu eriga berib, aloqani qildirib, urug'ini chiqartirib yorib, xuddi masturbator apparatga o'xshab, shu bir odamga borib kelib chiqartirib bersa bo'ldi, yuvinib ishini qilib yotaveradi. Bo'ldi, boshqa hech narsa, maza qilish,
Bu rohatlanish, aloqadan keyin tanadagi junjikishlar, bo'shashishlar, titrashlar, boshqacha ovozlar chiqib ketishi yoki oh-vohlar degan narsa yo'q. Prosta jim yotilsa bo'ldi degan narsaga o'tib qoladi. Bu faqat gормon hisobiga emas, balki ruhiyatga ham bog'liq deb aytib o'tdim. Mana shunaqa. Va keyingi narsa, bu eng ko'p uchaydigan to'siqlar nima? Ayol kishini orgazm olishini, ya'ni eslatib o'taman, orgazm olish uchun qanday to'siqlar bor? Eng ko'p uchaydigan to'siqlarning birinchisi bu o'zini tanasini bilmaslik. O'zini tanasini biladigan, o'zini tanasini qanaqa reaksiya qila olishini, qanaqa harakat qila olishini biladigan ayollar kam. Ko'p ayollar o'z tanasini o'rganishni uyalishadi, qo'rqishadi, xohlashmaydi va kimga kerak deb o'ylashadi. Endi hijobda yurgan ayol kishi bu narsani ginekologga aytmasligi mumkin. Chunki ginekolog o'ylaydiki, bilmaysan sen tanang deb o'ylaydi. Hijobsiz ayol aytishi mumkin. Uyalmagan bo'lsa, aytishi mumkin ginekologga. Ya'ni o'z tanasi deganda ko'kragini holati, uni yumshoqligi, uni ichida qattiq chandiqlar, fibrozlar, kistalar yo'qmi, sosoklarning ko'rinishi, ko'kraklarini osilib ketganmi, ko'kraklarini tortilib ketganmi, kichkinami, yumshoqmi, pachoqlanganmi, bujmayib qolganmi? Mana shundan boshlang. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu narsa agar vaqtida to'g'rilanmasa, ya'ni muammosi, endi aytmoqchi, mana ko'krak osilgan bo'lsa yoki ko'krak sasoga xunuk bo'lsa, ko'krak juda ham katta, ko'krak ayollar ham bor, juda ham katta. Bu diskomfort ayol kishi uchun. Uni ham to'g'rilasa bo'ladi. Juda kichkina ko'krakni to'g'rilasa bo'ladi. Bu o'zini tanasini o'ylayotganligini bir turtki bo'ladi bu. Ko'krakdan boshlanyapti. Обследование qilinib turish kerak. Bu narsani ayollar, kichkina qizchalarning ginekologi, yoshlarning ginekologi yoki mammolog qiz bolani voyaga yetib, yetgan yoshdan boshlab tushuntiriladi. Ertaga sen turmushga chiqasan, turmushga chiqqandan keyin homilador bo'lasan, homilador bo'lgandan keyin emizasan. Ginekologlar raddomda ham aytish kerak deb o'ylayman. Ko'krakni ruschasi aytganda observatsiya qilish, tekshirish. Oynaga qarab uni ko'rinishini o'zi qara olmasligi mumkin. Uni ushaganda, uni ichida qanaqadir kista yo'qmi, yallig'langan vaqtda qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qachon yallig'lanib qoladi, qanaqa o'qot qilish kerak. Bunda o'zgarish ketayotgan bo'lsa, qo'ltiq osti yaqin sohasida limfa bezlari kattalashmaganmi? Buni endi aloqa vaqtida erkak kishiga albatta ko'krakni bujmayotgani, ko'rimsiz, xunuk bo'layotgani yoki besunuqay katta bo'lgani kanishni yoqmaydi erkak kishiga. Shuning uchun tibbiyot bu narsani yo'lini topgan. Katta bo'lsa juda ham kichkina qilishni, kichkina bo'lsa uni implant orqali katta qilishni. Osilgan, bujmaygan, xunuk sosoklarni ham chiroyli qiladigan plastika usullar chiqqan. Qorayib ketgan yoki juda ham ko'rimsiz xunukni lazer bilan epilyatsiya qilib to'g'irlash mumkin. Uni ham yo'lini topilgan. Hammasi yo'l topilgan. Faqat sizda xohish bo'lsa bo'ldi. Bu tanani o'rganish. Ben ko'krakdan boshladik. Ikkinchisi og'iz bo'shlig'i va pastdagi jinsiy a'zolarning ichidagi mikroflora. Mikroflora deganda o'sha ikkalasini nazarda tutaman. Og'iz bo'shlig'i mikroflora yaxshi hid kelib turishi uchun albatta bir narsalar shimisiz chaynashingiz mumkin, lekin o'zingizga ham noqulay bo'lmas uchun va ichki jinsiy a'zolaringizga infeksiya tushmasligi uchun tishlarni 6 oyda bir marta bo'lsa ham davolab turing. Bu birinchi eng muhim narsa. Yaxshi hid kelib turadi, tishingiz qorayib to'kilib ketmaydi. Bu sizni o'zingizga qarayotganingiz, xo'jayiningiz oldida xotinim o'ziga e'tibor bermaydi, unga kerak emasam degan narsani yo'qotadi. To'g'risi u o'ziga qaraydi, men uchun qarayapti, menga kerak, sog'lig'i uchun men pul ajratishim kerak degan narsani turtki beradi. Tishlarni qarab turish kerak. 6 oyda bir marta bo'lsa ham. Oldin 1 yilda bir marta edi, hozir 6 oy. Chunki insonlarning yeyish-ichishi buzilgan, ichimliklar, suyuqliklar ichish, nima chaynash, yaxshi chaynash yo'qolgan, hozir uzoq vaqt chaynash yo'qolgan haqida aytamiz. Ichki jinsiy a'zo qindagi mikroflora. Bu narsa ko'p erkaklarni yoqtirmaydigan bir joyi. Ya'ni u yerdagi mikroflora buzilsa ayollarda hid kelishi, выделение kelishi bor. Выделение ku mayli kelishi deydi, lekin hidiga chida olmaydi. Va bu ularni aloqani tezroq tugatishga yoki aloqani qilmasligiga olib keladi. Shuning uchun hurmatli ayollar, erinmasdan ginekologga chiqing. Birinchisi yoqmadimi, ikkinchisiga chiqing. Ikkinchisi yoqmadi, uchinchisi chiqing. Mana shu hidni yoqib beradigan, sababini topib beradigan ginekolog, hal qilib beradigan ginekolog qilib shu narsani mikroflorani to'g'irlashga harakat qiling. Albatta uni dorilardan tashqari uni tavsiyalarini bajarishga harakat qiling. Chunki tavsiyalarni ichida aytadi sizga, "Men buni yemang, buni yemang, men buni yemay turing, bu bizada mikroflorani, buni ichmay turing" deydi. Qo'shimcha sifatida xo'jayiningizga urologga borsin deb aytadi. Urologga borsin, unda ham u urug'ini ichkari tashlaganda shamollat qilayotgan bo'lishi mumkin deydi. Bu
o'sha ikkinchi tomonni davolash profilaktikasi hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi tomonda muammo bo'layotgan bo'lsa, siz davolandingiz ginekologda, lekin sizda yana muammo bo'layotgan bo'ladi. Demak, xo'jayinda ham davolanish kerak shu narsa bo'lmaslik uchun. Ikkinchisi bu mana endi o'z tanangizni ko'rib oldingiz. Qaysi a'zo qayerda joylashganini bilasiz. Shu joyini aytib esimdan chiqdi, sizlarga aytmadim. Bu jinsiy a'zolarni to'g'riladingiz, mikroflorani to'g'riladingiz. Hammasi yaxshi, ko'rinishingiz zo'r, chotki. Faqat bitta narsa, aloqa vaqti shu tanalarning qaysidir qismini qanaqa tursa sizga ko'proq qitig'laydi. Qanaqa tursangiz unga ko'proq qitig'laydi. Qanaqa pozada tursangiz u возбуждение bo'ladi yoki siz qaysi pozada ishlasangiz, qimmat harakat qilsangiz aloqa vaqtida sizga ko'proq foyda bo'lishini o'rganish kerak. Qaysi pozada ayol kishi ko'proq orgazm oladi? Nayezdniца pozasida. Chunki klitoris ko'proq chiqariladi yoki klassik pozada. Qaysi pozada ayol kishi ichidan qinni ichiga kirib qolgan havo hisobiga havo chiqib ketadi. Mana bu narsani ko'pchilik gapirmaydi. Bu qinni ichiga erkak kishi bilmagan holda havo haydaydi aloqa vaqtida tez temp ishlaganda va havo kirib qolib poza o'zgartirib o'tgan vaqtda pirillab havo chiqib ketadi. Bu неприятный ayol kishi uchun, erkak kishi mayli boradi. Ayol kishiga неприятный o'zi hijolat bo'lib ketadi. Shu hijolat bo'lmasligi uchun bu qinni elastikligini saqlab turish uchun siz kegel mashqini qila boshlashingiz kerakda. Kegel mashqini qilsangiz havo chiqib ketmaydi. Poza o'zgartirgan. Chunki siz qisib turasiz-da, havoni ushlab turasiz. U yonidan chiqib ketadi yoki siz pozani o'zgartirayotgan vaqtda ovozsiz chiqa boshlaydi. Shunda o'zi ovozsiz chiqa boshlaydi, pirillab chiqmaydi. Bu narsalar hammasi tanani o'rganish. Siz qaysi pozada xo'jayiningizga yaxshiroq effekt, ya'ni tezroq tashlashiga javob berasiz. Bir xilani eri xo'jayinda uzoq vaqtda bo'shanadi, kimdir tez bo'shanadi. Qaysi pozada xo'jayiningiz tashlash vaqti cho'ziladi, o'sha pozada qilib berishga harakat qilish. Bu sizni taningizni bilishingizga bitta turtki. Ikkinchi narsa bu munosabat. Sherigingiz bilan, ya'ni ayol eringiz bilan munosabatingiz. Ko'pincha xotin munosabati yaxshi, hammasi yaxshi, hammasini qilib beraman deydi xo'jayini. Hamma narsa mashina olib berganman, har kuni gul, yegan ovqatini ovqat ham qilmaydi, kosmetologiya borib tirnoqlarni qilib keladi, pedikur, manikur qilib yuradi. Lekin munosabat yaxshi emas. Chunki hamma alohida bir avtonom davlatga aylanib qolganga o'xshaydi. Pul topish, ishxona muammosi, ish muammosi va shulardan qutulish uchun ozgina bo'lsa ham undan unutish maqsadida seksni xohlaydi. Bu xohlagan vaqtda ayoli tayyor emas. Bu yana ham munosabatni buzadi. Obbo, yana shu qanaqa chiqdimi? Obbo, yana shu narsang bormi? Qachon men xohlagan vaqtda bo'sh bo'lasan degan tushunchani beradi. Misol uchun ayollar qinni toraytiradigan operatsiyalar, qinni bujumaytiradigan manipulyatsiyalarni, gellar, gialuronik kislotlar yuborishadi. Bularsa vaqtida aloqa mumkin emas bo'lgan vaqti bor-da. Bu narsani bu vaqtda mumkin emas bo'lgan vaqtda xo'jayin xohlab qolsalar, keyin siz yo'q desangiz, endi u ensasi qotadi, xohlamay qoladi. Keyin munosabat buziladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun munosabat yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni gaplashish kerak. Mana bunaqa narsa qilmoqchimiz, shunga mana bunaqa bo'lmay turar ekan. Nima deysiz? Bo'ladi. Mana bunaqa narsa qilmoqchiman, mana bunaqa bo'lmas ekan bir oycha. Mumkin emas ekan aloqa. Yo'q, kerak emas, qo'y. Men shundoq ham yaxshi. Desa, qilmaysiz uni. O'zingiz ham xursandsiz. Sizga ham xarajat emas, sizga travma emas, operatsiya emas, narkoz emas. Xafagarchiliklar, qanaqadir mensimasliklar, jerkib berishlar yoki ishonchsizlik, bir-biriga bo'lgan ishonchsizliklar bu miyada og'riq bo'lib qoladi. O'sha narsa xuddi lampochka o'xshab qolib ketadi. O'sha vaziyatda uyg'onadi va o'sha vaziyatda yonib turaveradi, o'chmaydi-da u. Aloqa vaqtida shu yonib qoladi. Eslab yotadi, mana shuni xafa qilgan deb orgazmni kesadi-da bu narsa. Shuning uchun o'sha narsalar yonmasligi uchun, pastdan uchib yo'q ketish uchun munosabat yaxshi qilish kerak sherik bilan. Munosabat yaxshi qilishga sherik bilan. Tak, keyingi narsa bu ortiqcha vazn. Bu ba'zi bir ayollar teskarisi, men semira olmayman deydi. Mayli semira olmayotgandir. Xo'jayiniga shu ozg'inligi yoqar. Ba'zi bir erkaklarga ayolim semirib ketgan, menga yoqmaydi, men yetib bora olmayman, qo'pol aytganda sezmayman, noqulay pozani o'zgartirishga erinaman, chunki juda gavdasi katta. Ozish, vaznni to'g'rilab yurishingiz nafaqat eringiz uchun, balki o'z uchun ham kerak. Chunki qancha vazningiz orttirsa, hozir mana jigar yog' bosti deyiladi, qorinda yog', ichki a'zolarning atrofida yog'. Bu haqida yog' haqida videomiz bor, uni ko'rishingiz mumkin. Tanadagi yog'lar haqida, qanaqa turlari bor, ularning nomi, qaysi biri zararli, qaysi biri foydali. Bular haqida yog'lar haqida, lipidlar haqida olingan videolarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ortiqcha vazn bu nima hisobiga kelib chiqyapti?
sizdagi gormon o'zgarishi hisobigami, sizdagi noto'g'ri ovqatlanish hisobigami, sizdagi harakatni, aktiv hayotni yo'qligi hisobigami, sizdagi stress hisobigami, mana shularni o'ylashingiz kerak. Qani, stress nima hisobiga bo'ladi stress? Stress hisobiga ayol kishi shirinlik yeyishga harakat qiladi, uglevod bu ortiqcha tushyapti. Stress nima bo'ldi? Kimdir xafa qildi yoki shonada bir narsa bo'ldi, sizni jerkib berishni hamma oldi, shonada urishdi, bergan ishini bajarib bera olmadingiz. Xo'p, maqta endi. Bajarib bera olmadingiz, keyin sabr qilib berasiz. Bu bilan siz siqilib yurib, semirib ketib yurishingiz kerak. O'ylamang, qachondir qilib beraman. Bo'ldi, kech bordi shu narsada. Shirinlik yeb, miya majburlaydi shirinlik yeyishga, sababi buni ko'p tomonlari bor. Masalan, seksda maza qilish yetmayotgan bo'lsa, ayol kishiga orgazm ololmayotgan bo'lsa, libido pasaygan bo'lsa, miya shunaqa aqlliki, sizni tanangizda iskralarni, kayfiyatni yaxshilash uchun, kayfiyat gormonini ko'paytirish uchun sizga shirinlik yeyishga majburlaydi. Shirinlik yegin deydi. Majburlaydi, siz shirin yeysiz. Hech eslaysizmi shirinlikni? Xafa bo'lib yig'lab yeganingizni. Har doim xursand bo'lib yegansiz. Yeyotganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi. Yoki ikkinchisi, bu ortiqcha vaznni yig'ishiga sabab bo'lgan narsa to'g'ri chaynamaslik. Yoki yeyotgan narsa tanaga ko'p miqdorda tushirgandan tanada harakat yo'q, uni qayta ishlash, uni energiyasi saqlab qolinib tanada yog'siz ko'rinishda yig'ila boshlaydi. Chaynash deganda bo'lsa, ko'pchilik buni kulgi bilan qaraydi. Chaynash nima qilib chaynashim? Chaynayman, nima qilib chaynasam, qancha chaynashim kerak? O'zini va anaqa sonlari bor. Masalan, 10 tadan 10 tagacha chaynashingiz bo'lsa, bu kam hisoblanadi. Ovqatni 10 tagacha chaynaysiz, kam hisoblanadi. Kamida 15 tadan 25 martagacha chaynalsa, ovqat yaxshi maydalanadi. Bu bir so'lak bilan yaxshi aralashadi, ikki hazm bo'lishi osonlashadi, chunki og'zingizda ham amilaza fermentlari ovqatni parchalab berib, keyingi etapga o'tadi. Oshqozoningizga o'tganda yana ham tezroq parchalanishini ta'minlash uchun bu og'zingizda parchalanib bo'ladi. Keyin pastga o'tadi. Pastda yana parchalanib fermentlar chiqadi uni parchalash uchun. Shunaqa maydalanib ichakka o'tadi. Bu ovqat yaxshi so'riladi, yaxshi hazm bo'ladi va eng asosiysi, siz ko'proq chaynaganinizda miyangizda to'qlik markazi qo'zg'ala boshlaydi. To'qlik markazi qo'zg'aldimi, siz ko'p ovqat yeb qo'ymaysiz. Bo'ldi, boshqa yeyman deysiz. Uni hozircha uni aksi 2 ta chaynaladi, 3 ta chaynaladi, yutib yuboriladi. 2 ta 3 ta yutib yuboriladi. Bu ovqat hazm bo'lmadi. Shlakabolok bo'lib oshqozonga tushdi, o'tni parchalashga harakat qilolmadi, bo'la olmaydi. Maydalanmagan hali. Maydalash ham kerak buni deydi. Sekin parchalab turadi, chunki ovqat hazm bo'lmay yuraveradi. Qondan bo'lib, bijg'ib u ovqat o'tib ketish kerak, etap o'tib, ichaklar o'tib chiqib ketish kerak-ku. Lekin u qaysidir etapda qolib ketib qolgan, parchalanmagan, bijg'ib, gaz bo'lib, qondan bo'lib yotaveradi. Buni hozir yo'lini ham topishgan odamlar nima qilishadi? Tiq-tiq kola ichib boshladi, ovqat hazm qiladi deb. Yo'q, kola ovqat hazm qilmaydi. Mutlaqo kola ovqatni hazm qilmaydi. U uchun ishlab chiqarilmagan kola yoki shunga o'xshagan gazirovkali elementlar, napitklar. Kola tarkibida shakar bor. Mana shu shakar sizni ovqatingizni hazm qilishga majburlaydi. Qanaqa qilib desangiz, kolani ichganingizda katta miqdorda shakarni 28 tami, 1 litrda 28 ta qand bor donasi. Adashmasam shunaqa edi. Qand katta miqdorda tanangizga tushsa, va oshqozonga tushganda u ichakka o'tadi va ichakdan so'rila boshlaganda qonda shakar miqdori ortib ketadi-yu. Katta dozada shakar keldi. Qonga tushgan katta dozada shakar majburlaydi buyrak, me'da osti bezidan insulin ishlab chiqarilishini. Chunki bilasiz, qonda shakarni pasaytirib turadigan narsa bu insulin. Qandli diabetda insulin yetishmasligi mumkin yoki ishlab chiqarishda yoki bo'lsa ham uni insulinga ishlaydigan retseptorlar ishlamasligi mumkin. Bu haqida qachondir yana olamiz. Mayli. Bu insulin katta miqdorda chiqdi. Insulin hamma uglevodlarni parchalab yuboradi. Yeyotgan ovqatlarning ichida uglevodlar ko'p qismni tashkil qiladi. Lekin bizga bu zarar. Bizda uglevodlar 25% dan oshish kerak emas. Yeyotgan ovqatimiz ichida. Bizda kletchatka ko'p bo'lish kerak. 70% holda kletchatka. Yog'lar 25% yoki 15% gacha bo'lish kerak. Aksincha bizda teskarisi. Non bilan guruch, mana guruchda uglevod, guruch uglevod, non uglevod. Yana ichayotgan suvimiz shirin bo'lsa uglevod. O'ylaymizki biza kletchatka yeyapmiz. Yo'q, guruchda bu kletchatka emas, uglevod. Mana uglevod tushadi, katta miqdorda insulin, uglevod parchalash kerak. Parchalaganda tanaga yig'ish kerak uni. Ortiqchasini chiqarib olish kerak CD orqali. Katta miqdorda insulin chiqqanda hamma ovqatingizni hazm qiladi. O'sha zahoti oshingiz ham hazm bo'lib ketadi va qorningiz birpas turib kislotanga ocha boshlaydi. Osh o'zi 5-6 soat turish kerak, yog'li ovqat hisoblangan uchun.
tanada. Mana bu chaynashni qanchalik ahamiyatga egaligi. Ya'ni to'qlik markazini qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab chaynang. Massa kamaya boshlaydi. Noto'g'ri ovqatlanishdan tashqari, noto'g'ri hayot tarzi va uyqu yetishmasligi ham bular noto'g'ri hayot tarzini bir ichida deb belgilasa bo'ladi. Ya'ni ovqatlanish, ortiqcha vazn, noto'g'ri uyqu, ovqatlanishning to'g'ri bo'lmasligi, ortiqcha vazn, bular hammasini bitta desa ham bo'ladi. Chunki bular bir-biriga bog'liq juda. Kech uxlangan ayol kishida massa o'zgarishi ehtimoli oshadi. Sababi gormon fon buzilyapti, kech uxlayapti. Aktiv harakatda yo'qmi? Massa oshyapti. Ovqatlanish noto'g'rimi? Massa, tana massasi oshyapti. Va sekin-asta tanada qon aylanish buzila boshlaydi. Qaysi a'zoga qon borishi, o'sha qon massasi, tana massasi ortganda, o'sha a'zoga, jinsiy a'zolarga qon borishi kamayadi. Masalan, bachadonga, qinga qon borish kamaygandan keyin, u yerlarga qon bormagandan keyin aloqa vaqtida u joylarni ho'llanishi, ularni shilliq chiqarishi kamayib qoladi va quruq bo'lib qoladi. Quruq bo'lib qolsa yoqmaydi erkak kishiga ham, ayol kishiga ham yoqmaydi. Chunki quruqda ishqalanganda travma, mikrotravmalar bo'ladi va bu og'riq beradi ertaga. Yallig'lanish beradi. Shamollabsiz deydi ginekolog, keyin yana siz 10 kun qatnaysiz. Bu narsa shu qon aylanishini buzilganidan kelib chiqayotgan bo'ladi. Ya'ni quruq, atrofiya bo'lib qolgan bo'ladi yog' o'sha yerdagi shilliq bezlari, qindagi. Nima uchun bu muammodan ko'pchilik qochadi va bu mavzu ochilganda nima o'zi, qizimisiz deb qo'ya qoladi, biza nima qila olamiz deb qo'ya qoladi ayollar yoki buni ko'proq mentalitetimizga bog'lashadi. Uyat narsa bu narsa aytilishi kerak emas deshadi. Hattoki o'sha qabulga kelgan xotinlar ham so'rasangiz bir-biridan uyalib chetga qarab yerga o'girilib javob berisha olmaydi. Yaxshi deb qo'ya qolishadi, eng yaxshisi osongina yaxshi. Lekin bu narsa tagida mutaxassisga murojaat qilishdan oldin o'zaro suhbatda ham yo'qda, o'zaro samimiylik bilan gaplashish, kamchilikni, aybdorni topmasdan gaplashish, yechimini qidirishmasdan yurishadi. Va yechimi yo'q deb o'ylashadi, qiyin kechadi bu ko'pincha. Orgazm o'zi nima? Bo'lmagan narsa. Shart emas, bunga ehtiyoj yo'q degan tushuncha bilan qolib ketadi bu narsa. Va yillar davomida imенно jinsiy hayotdan qoniqmaslik yoki jinsiy hayotga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi, tushkunlikka tushib qolishi amalga oshadi. Endi tushkunlikka tushib qolish faqat shu orgazm bo'lmagan uchun emas, boshqa sabablardan ham. Munosabat buzilyapti, to'g'rilashga imkon yo'q. Vazn ortiqcha, xo'jayinimga yoqmayman deb o'ylaydi. Qinim kengayib ketgan, manimcha to'ytirishga imkonim yo'q, xo'jayindan ham so'rolmay uyalaman. Mana tushkunlikka tushadi. Endi ozolmayman deydi, tushkunlikka tushadi. Uyqu yaxshi emas, kechasi bilan ozish haqidagi narsalarni hammasini ko'rib chiqadi, ertalabdan yana o'sha hayot davom etaveradi. Mana shunaqa narsalar. Hop, haligi stress, haligi psixologik holat qanchalik ta'sir qilishi haqida ozgina aytib o'taylik. Umuman bu joyda stressda muhim bitta joy bor. Nima hisobiga kelib chiqayotgandek va qanday tanada o'zgarish bo'ladi. Aytaylik, misol uchun oddiygina pul muammosi, uyda moliyaviy muammo paydo bo'lganda er-xotin munosabati darhol buziladi. Ana gap bor-ku, ayol kishi og'ir kunda sanaladi degan. Mana shu pul muammosi hisobiga er-xotin munosabati buziladi. Ya'ni yaxshi topa olmayotganligi yoki yaxshi pul topib olib bera olmayotganligi yoki nimadir kamchilik borligi hisobida uyda erkak kishining yuziga solingandek gapiriladi va bu mayli eri xafa bo'ldi, o'zi ham xafa bo'ladi va bu tanada kortizol gormonini oshirganligi uchun miyada himoya refleksi yoqiladi. Ya'ni hech narsani xohlamaslik, hammadan qochib ketish, yo'qolish, ko'rinmaslik, hech narsani xohlamaslik. Bu unaqa miyadagi himoya rejimi aloqa vaqtida ham qo'zg'ala boshlaydi. Va o'sha bo'lgan vaziyatni eslab, boya aytgandek, bo'lgan vaziyatni eslab aloqa vaqtida jim o'sha narsani o'ylab, xayoli ketib qolgandek, o'sha narsa bo'layotgandek o'ylab yotadi. Lekin ba'zi bir unda biron ayollar borki, shunday ayollar, ularga gap yo'q, bular aloqa vaqtida simulyatsiya qilishadi. Hayolda o'zi boshqa narsa, ya'ni o'sha stress, qanaqadir vaziyat, pul, bu narsa nimadir olish kerak, nimani qilish kerak, lekin tana simulyatsiya qilishga ko'rsata boshlaydi o'zini. Ya'ni maza qilyapman-ku, mana erim qoniqsin, xursand bo'lsin, mana ovoz chiqarib qo'y, xursand bo'lsin, bunaqa harakatlar qo'y deb simulyatsiya qiladigan ayollar ham bor. Bunday erkak ayollarga 5 baho zo'r. Bu munosabatni saqlab qolish uchun ham qilinayotgan bir ish. Bu erini o'ylayotgan
uchun qilinayotgan ish deb tushunsa bo'ladi bu narsani. Lekin ba'zi bir ayollar buni ham qilmaydi. Shuning uchun tanada, miyada ketayotgan ruhiy zo'riqish bu jinsiy hayotni yaxshi o'tmasligi uchun bir udarda bu. Yaxshi o'tmasligi uchun udar. Mana ko'p aytadigan bo'lganman oxirgi vaqtda aloqa qilishni xohlasangiz deyman erkak kishiga. 3 kun oldin ayolingizga podxodni boshlang. Yaxshi gapiring, shirin so'zlar, flirtlar. Flirtni qachon qilasiz? Hozir qilmasangiz ayolingizga. Agar erkak kishi ko'rayotgan bo'lsa shu videoni, ayolingizga qachon qilasiz? Agar erkak kishi ko'rmayotgan bo'lsa, ayollar, hurmatli ayol xo'jayiningizga shu narsani yetkazing. Qachon flirt qiladi? Flirt hozir qilmasa, ertaga 90 ga chiqqanda kampir chol urmaydi-ku ko'tiga. Hozir popasiga urib qo'yib, yaxshi ko'raman deyishi, quchoqlashi, bag'riga bosib turishi, ko'kragini siqib qo'yishi, buni qilmasa flirt qachon qiladi? Faqat aloqa vaqtida qilish kerak emas-ku buni. Bu 2 kun 3 kun oldin boshlansa, 2 kun davomida yaxshi so'z, shirin gap, shirin narsa, shirinlik, tort yoki boshqa yaxshi ko'rgan narsasini olib kelish, quchoqlab qo'yish, yaxshi ko'rishni aytish, sevishni aytish, usiz yasha olmasligini aytish, massaj qilib qo'yishi, bilmadim, endi nima qila olsangiz, yaxshilik qila olsangiz, shuni qilib 3-kunda ruhiyat уже bo'shashib tayyorlangan bo'ladi ayol kishi. Ba'zi bir ayollarga 3 kun ham kam, ularga bir hafta podxod qilish kerak bo'ladi, чтобы ularni ruhiyatini tayyorlash uchun. Ruhiyat tayyor bo'ldi, tana ham tayyorlanadi. Agar ruhiyat tayyor bo'lmasa, tana tayyor bo'ldi degani emas. Agar 5 minut siz eringiz preludiya qiladigan bo'lsa. Endi qanday yechim qilish mumkin yuqorida aytgan muammolarga? Yechimi oddiy. Shu muammolarni ko'rdingizmi? Yo'qotishimiz kerak. Bunga birinchi navbatda o'zingizga qunt bilan o'zingizga va'da bering. O'sha muammolarni hal qilaman. Birinchi navbatda yechimi o'zingizni anglashingiz, ya'ni nima o'zi vaziyat nima bo'lyapti o'zi, nimaga olib keladi bu agar bunaqa yuraversam. Va suhbatdan boshlang. Ochiqchasiga suhbat. Endi ochiqchasiga suhbat degani bu kattalarni hammasini ochlashlab uni ayblash emas, aksincha aybdor qidirmaslik kerak. Aksincha o'zim xato qilaman degan gapni aytilsa, ikki tomondan aybdor yo'q va men shunaqa qilaman shekilli, shuning uchun shunaqa bo'lyapti degan narsa aytilsa, yumshoqroq ta'sir qiladi. Sen shunaqa qilganing uchun menda bo'lyapti deyilsa, bu xunuk ta'sir qiladi va bu uzoqqa davom etmaydi, bu dialog qisqa bo'ladi. Va tanani bu keyingi bittasi bu suhbatdan boshlang. Ikkinchisi o'zingiz taningizni o'rganing. Yuqorida aytib o'tdim-ku, o'sha joyni bitta ko'ring. Qayerdan boshlash kerak, nimalarga ko'p e'tibor berish kerak, tanani o'rganing. Ba'zi bir ayollarga biz aytamiz, orgazm ayolni, xo'jayinni olatini sezmayman degan ayollarga biz aytamiz. Endi protseduralar bor, ginekologlar qiladi, no o'zingiz ham uyda qilishingiz mumkin deymiz. Bu yaxshi qisyaptimi yo'qmi bil uchun barmoqlarni mashqini, barmoq tiqib qisib ko'riladi. 2 ta barmoq qisib ko'riladi, 3 ta barmoq qisib ko'riladi. 3 ta barmoqni ham sezmasa qisganda, demak, qinni protsedura o'tkazish kerak, qanaqadir mushaklarni trenirovka qilish kerak bo'ladi. Mana bitta narsa bu. Ochiqchasiga suhbatlashdingiz, o'zingiz taningizni o'rgandingiz. Stress va depressiya. Stress, depressiyaning tagida nima yotibdi? Qayg'u kunlar, kimni yaqin insoningizga yo'qotdingiz, ishxonadagi muammo, xo'jayiningizni xiyonati. Bularni hammasini kechirsa bo'ladi, chunki siz dunyoga bir marta kelasiz. Keyingi dunyoga kelganimda kechiraman degan yoki unutarman degan narsaga umuman o'ylamang, unaqa narsa bo'lmasin. Kechirimli bo'lish kerak. Chunki 3 kunlik dunyo deydi o'zi. Keyingi dunyoga kelganingizda balki kelasizmi yo'qmi bilmaysiz. Keyingi dunyoga kelganingizda kechirarman degandek yo'q deb turib olish kerak emas, aksincha kechirimli bo'lish kerak. Unutib olish kerak. 3 kun er xotin urushi 3 kun. 3 kundan keyin bo'ldi, unutilib ketadi. Shunaqa bo'lish kerak. Bu narsadan qutulish uchun hattoki ruhshunoslarga ham boriladi. Toza havoda sayr qilishlarni odat qilinadi. Yengil qanaqadir atletika, sport bilan shug'ullanadi, yengil atletika bilan yoki masalan uyquni to'g'rilaydigan manipulyatsiyalar bor. Uyqu chaqirib beradigan fizioterapiya usullari bor. Bu uxlamayotgan odamga tabletka bilan faqat emas, balki qanaqadir magnitlar, ultrazvuklar, ultratovushlar orqali uxlatish. Mana shu. Yoki masalan ortiqcha vazn deylik, ortiqcha vazn bo'lsa, uni dietolog bilan gaplashing, endokrinolog bilan gaplashing. Nima hisobiga semiryapsiz? Inkor qiling-da, o'shani to'g'irlatishga harakat qiling. Vazningiz to'g'irlasa, xo'jayingizga ham yoqasiz, конечно, agar semiz bo'lmasangiz. Semiz bo'lsangiz, vazningizni kamaytiraman, mana shunaqa to'g'irlamoqchiman desangiz, xo'jayingizga yoqib ketasiz. U o'zini o'ylayapti, bu o'zini menga yoqishini ta'minlash uchun to'g'irlamoqchi degan fikrga olib keladi. Va bu narsani albatta xo'jayin bilan maslahatlashib, suhbatlashib, har orada aytib turganingiz yaxshi. Bitta aytib qo'yib, 10 oydan keyin yana bitta aytganning foydasi yo'q. Har kuni 3 kunda bitta, bir haftada 3 marta aytib turishingiz kerak.
Bu o'zaro yaqinlikni, menga o'zini sekretini, o'zini bo'layotgan tanasida o'zgarishlarni aytyapti degan narsa. U ham keyin ayta boshlaydi sizga. Va siz uni muammo bo'layotgan bo'lsa, shartta specialistga jo'natasiz. Urol kontrolga boring, buni hal qilsa bo'ladi. Masalan, tez bo'shanyapti yoki siyib qo'yyapti yoki qanaqadir oq bo'lyapti ishtonga, nimadir bo'lyapti, kechqurun siygan turyapti. Ko'pincha ayollar bu simptomlarga e'tibor berishadi va erkaklar bunga e'tibor berishmaydi kechasi, masalan, siygan turishi. Va qachon mutaxassisga borish kerak? Mana shu orgazm ola olmayapsiz, qachon? Shu narsani to'g'riladingiz yuqorida aytgansiz, lekin baribir bo'lmayapti. Unda mutaxassisga borishingiz kerak. Gormonal fonni inkor qilib tekshiriladi. Xo'jayin bilan birga bo'lsa, xo'jayin bilan gaplashiladi. Aloqada tempi yoki vaqti qisqami, siz qo'zib olib orgazm olishingizgacha bo'lgan vaqt qisqa bo'lib qolyaptimi, tez tugatib qo'yyaptimi, preludiya kammi? Ularning hammasi o'sha mutaxassis tushuntiriladi. Endi o'zi o'tib ketar, mayli keyinroq orgazm olarman, keyinroq maza qilarman, mayli hozir bolalar katta bo'lsin, hozir bolalar imzoman deb, bolalar kichkina deb degan narsa o'zi o'tib ketar degan narsa noto'g'ri. O'tib ketmaydi, bu o'tib ketadigan holat emas. Faqatgina shu muammo bo'laveradi borgan sari. Mutaxassis oldiga borish bu qanaqadir uyat emas, bu siz kasalsiz degani emas. Bu madaniyat, bu hozirgi madaniyat, tibbiy madaniyat yuqoriligini bildiradi. Tanada kechayotgan jarayonlar yaxshi natija bera boshlasa, bu sizni jinsiy tajribangiz yaxshiligidan, sizning tanangizda gormonal fon yaxshiligidan, tanangizda yomon narsalar ketmayotganligini bildiradi. Va muhimi bu narsaga e'tibor qaratish kerak o'z vaqtida. O'tkazib olishga emas, o'zi o'tib ketadigan deyishga emas, bu yuqorida aytganimdek. Bizning klinikamizda, men ishlayotgan klinikada hozir siz xohlagan mutaxassislarning hammasi bor. Topiladi. Hamma narsadan topshirsa bo'ladi. Gormonal fonni ham, ichki a'zolarning o'zisi ham, ginekologlar ham, endokrinologlar ham hammasi bor va topshirsa bo'ladi bemalol. Masalan, qatga borib topshiraman deyotgan bo'lsangiz, marhamat, kelsangiz bo'ladi. Endi bu narsa orgazm mavzusi sizni tanangizga e'tibor kuchaytirish maqsadida, eringizga bo'lgan munosabatni yaxshilash maqsadida va albatta oilani mustahkamligini ta'minlash maqsadida tanlangan bu mavzu. Va ushbu mavzuga o'xshagan mavzular o'tib ketmasligi uchun, sizni ogohlantirib turish uchun, yana yangi video chiqdi, yana chiqdi deb ko'rsatib turish uchun podpisatsiya qilib qo'ying kanalga va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu bizga ham xursand qiladi, yana yangi videolar olamiz. Yangi videolarimiz sizning tanishlaringizga ham yetib borishi uchun albatta bu kanalga podpisatsiya qilib qo'yganingiz yaxshi. Hurmatli ayollar, ushbu videoni tomosha qilayotgan insonlar, tanangizga e'tiborli bo'ling. O'z juftingizni va o'zingizning tanangizni sog'lig'ini saqlang. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, yangi videolar sizni ko'rish uchun, yangi videolarni ko'rish uchun va sog'liq haqida, salomatlik haqida, sizning jinsiy hayotingiz haqidagi ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz.